Assalomu alaykum. Toshkent kimyo texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrasi 22-23 guruh talabasi Sotvoldiyev Nuriddinman. Bugun sizlarga men amin yordamida regeneratsiya gazini tozalash qurilmasining texnologik sxemasini tushuntirib bermoqchiman. Bunda regeneratsiya gazini seolit qurilmasida 4-5 megapaskal bosim va 70 gradus haroratda notoza gazni vodorod sulfit va karbonat angidriddan tozalash ko'rib chiqamiz. Bunda o'sha E1 qurilmasida, ya'ni separatoriga notoza gaz beriladi. Notoza gazda mexanik o'sha notoza gaz tarkibidagi mexanik birikmalar va suyuq uglevodorodlar ajralib chiqadi. Bunda suyuq uglevodorodlar ajralib chiqqandan keyin K1 ga beriladi. Ya'ni K1 ga berilgandan keyin K1 da 25% DA bilan aralashadi. Bunda absorpsiya jarayoni ketadi. Absorpsiya jarayonida tozalangan gaz E2 ga uzatiladi. E2 ga uzatilganda o'sha xalq xo'jaligiga ishlatish uchun beriladi. Bunda bosim 3.8 va 4 megapaskalda 35-40 gradus Selziyda bo'ladi. Keyin K1 ga qaytadigan bo'lsak, K1 E3 ga, ya'ni muzlatgich hisobiga E3 ga uzatiladi muzlatish uchun. Muzlatish uchun uzatgandan keyin bosim 0.5 megapaskalga tushib qoladi. Bunda o'sha boshqa sovutish hisobiga vodorod sulfit bilan karbonat angidrid va ekspanzer gazlar qisman hosil bo'ladi. Xo'p, E3 dan keyin E4 ga, ya'ni qadoqlovchiga uzatadi. Qadoqlovchida o'sha to'yingan eritma hosil bo'ladi. To'yingan eritmada E4 qadoqlashdan so'ng o'sha to'yingan eritma T1-2 qurilmasiga uzatiladi. Bu yerda o'sha DA eritmasi 105 gradusgacha harorat hisobiga qiziydi. Qizigandan so'ng o'sha DA to'yingan eritmasi desorberga, ya'ni K2 ga uzatiladi. K2 ga uzatilgandan so'ng desorpsiya jarayoni bu yerda kechadi. O'sha keyin regeneratsiya qilingan DA o'sha bug' orqali T2 ga uzatiladi. T2 da yig'iladi va o'sha desorpsiya jarayoni, ya'ni K2 qurilmaning pastki chiqish joyidan yana T1-2 ga uzatiladi. Bu yerda yana harorat hisobiga qizish, ya'ni quvurlar aro qizish boradi. Quvurlar aro qizish yordamida keyin bosim orqali 0.1 bosim bo'ladi bu yerda. Bosim orqali AVO qurilma, ya'ni o'sha AVO orqali E5 yig'uvchiga uzatiladi. Yig'uvchi yordamida ikkita nasos orqali ya'ni K1 ga qaytariladi. Ya'ni birinchi nasos X1 o'sha K1 ni yuqori qismidan beradi. Ikkinchi nasos X2 yordamida K1 ga yana uzatiladi.